Uklon Driver ilovasida buyurtmani qabul qilish va Waze navigator orqali yo'lovchi yoniga borish. Keling, endi Uklon Driver ilovasida buyurtmani qanday qabul qilish va Waze navigatori orqali yo'lovchi yoniga borish bilan tanishib chiqamiz. Birinchi, buyurtma bo'yicha taqdim etilgan barcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqing va buyurtmani olish tugmasini bosing. Ikkinchi, yo'lovchini olib ketish uchun birinchi ko'rsatilgan manzil ustiga bosing. Uchinchi, manzil avtomatik ravishda Waze navigatorida ochiladi. Hozir borish tugmasini bosing. To'rtinchi, yo'lovchi belgilagan manzilga yetib borganingizdan so'ng Uklon Driver ilovasiga qayting. Beshinchi, yo'lovchiga kelganingizni bildirish uchun joyda tugmasini bosing. Oltinchi, yo'lovchi avtomobilga o'tirgach, safarni boshlash tugmasini bosing. Yettinchi, yo'lovchini olib borish uchun ikkinchi ko'rsatilgan manzil ustiga bosing. Sakkizinchi, yo'lovchini manzilga yetkazib qo'ygach, yana Uklon Driver ilovasiga qayting. To'qqizinchi, belgilangan manzilda turgan holda safarni yakunlash tugmasini bosing. Buyurtma yakunlanadi. Boshqa navigatorlardan foydalanish. Biz navigatorlardan foydalanishni cheklamaymiz. Agar sizga qulay bo'lsa, istalgan boshqa navigatorni yuklab olib foydalanishingiz mumkin. Bunda olib ketish va borish manzillarini qo'ldan nusxalashingiz kerak bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Birinchi, borishingiz kerak bo'lgan manzil ustiga bosib turing va ekranning yuqori qismida manzil ko'chirildi yozuvi paydo bo'lishini kuting. Ikkinchi, nusxalangan manzilni navigatorning qidiruv maydoniga joylashtiring va topilgan manzil ustiga bosing. Uchinchi, mashinada borish tugmasini bosing. To'rtinchi, o'zingizga qulay yo'nalishni tanlab, yo'lga tugmasini bosing.